Domla, assalomu alaykum. Kech qolmadimmi? Ha, bugun yakshanba bo'lsa, pishirib qo'ydim bo'tta senga, doktor. Da, bilaman, sizlarga ham oson emas. Dam olish kuni ham ish. Ajabo. Odammi sizlar o'zi? Qismatimni tashisan, sassovga ham ravo ko'rmayman. O'sha magistrni ham bitirdim, oldinroq qat'iy. Peshonangni telagan bo'lsa, menda nima ayb? Yo. Sizga kiraman deb 12 yil o'qidim, lekin topganim uni tezga oqizishga ham arzimaydi. Sudga o'zing tanlab kirgansan. Sen bilarding-ku, qanaqadir qivizini kubigini emas, IQ darajamni oshirishga uringanim, lekin dekan mani 4 soqolimni deb orqa qo'yargandi. Sen nimadir dedingmi? Nimadir qildingmi? Salamading. Nima, bir kamin bir ritual beraymen senga? Balkim sovning ham yo'qdir. Namuncha o'zingni oqlamasin, tunlari uxlamasdan, yeb ichmasdan, padariyat to'lagan kontragim ko'yib achsiyene bo'lib ketganimda sen nima qilding? Ha. Men senga Harry Potter emasman. Lekin tayog'ing bor-ku. Diplom kerak emasligi haqida oldindan bilgansan. Даже o'zimda ham diplom yo'q. Talabalar chet davlatlarda kelajakda odam bo'ladi deb o'qishyapti. Если diplom ne нужен bo'lsa, ularni kim ishga oladi? Manga. Diplomni sotib olsa ham bo'ladi. Sani bilmayman, prosta hech kimga qiziq emas. Soqqani shirinligidan xususiyligi ham ko'payib ketdi. Bu haqiqatni senga oldinroq aytishim kerak edi, bilaman. Kechir, sen bilan bitta kemadamiz. Ishon menga. Kechir. Men sendan motivatsiya olishga kelmadim. Qani mani diplomim. Nima? Qani u? Qandaydir deputat kelib soqqasini qistirib olib ketdi. Men отказ qiluvdim. Kartamga tashabdi qo'ymay kreditga ichib ketib qopti. Menda ayb yo'q. Yon